Avvalgi xatolarning jazosini o'tashi davomida o'ziga kerakli xulosani chiqargan inson haqida ma'lumot beramiz. Bir qancha vaqt ilgari probatsiya nazoratida bo'lgan andijonlik hamyurtimiz bugun o'z hayot tarzini o'zgartirishga kirishgan. Husanboy Sharipov o'ziga berilgan jazodan so'ng barchasini anglab yetdi. Endi hayotini yangitdan boshlashga harakat qilmoqda. Mehnat yarmarkasida o'ziga ma'qul kasbni egallab, ishlashni niyat qildi. Ayollar uchun ham bor ekan, erkaklar uchun ham bor ekan, elektrik bor ekan, santexnik bor ekan, bu yerda qurilish nimalari bor ekan, chiroyli, hamma zo'r ishlari. Menga shu elektrik nimasi yoqqani uchun shu elektrik sohasini tanladim men o'zi. Albatta, rosa qiyinchilik bo'ldi. Ko'chaga chiqolmaymiz, yo bir ish topib nima qilolmaymiz. Ancha qiyin bo'ldi. Uyda ro'zg'orlarga hamma qiyin ekan bu. Umuman birovga bu narsani ravo ko'rmayman. Xudo xolasa hech kim ko'rmasin buni. Probatsiya nazoratidagi shaxslarga ijtimoiy, huquqiy, tibbiy, psixologik yordam ko'rsatish, ularning ta'lim olishiga, kasb-hunar o'rganishiga va ishga joylashishiga ko'maklashish vositasida jamiyatning to'liq huquqli a'zosiga aylanishiga e'tibor qaratilmoqda. Bo'ston tumanida o'tgan sayyor sudda ham qilmishidan pushaymon bo'lgan, tuzalish yo'liga o'tgan 8 nafar shaxslarga imkoniyat berildi. Murakkab vaziyatga tushgan, og'ir holdagi bunday taqdir egalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida harakat olib borilmoqda. Sayyor sud majlisi davomida jami 8 nafar mahkumga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan o'talmay qolgan jazo muddatini muddatdan ilgari shartli ravishda qanoatlantirilganligi haqida ajrim chiqarildi. Bu ajrim asosan insonparvarlik tamoyiliga asoslanib chiqarilgan bo'lib, demak, jazo o'tayotgan mahkumlar o'ziga belgilangan, tayinlangan jazoda ijobiy xulosa chiqarganini ijobiy tomondan ko'rsatganligi uchun taqdimnomalar qanoatlantirilib, muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilindi. Husanboy aka ham bilimini oshirib, qiziqqan sohasida o'z natijalarini ko'rsatmoqchi. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.